Aziz dindoshlar, amonat borasida gapirar ekanmiz, hatto dinimizda kofirning mulkiga nisbatan ham amonat borligini unutmasligimiz kerak. Men ko'p ishlataman, bular uxlatib yuborsa bo'ladi deydi. Shunaqa odamlar bor-da, bular musulmon emas-ku, bularni kiydirsa bo'laveradi deydi. Yo'q. Uni haqqi musulmonning haqqidan hech qanaqa farq qilmaydi. Kofir bo'lsa, u hisob kitobi Allohning oldida u. Mushrik bo'lsa, hisob kitobi Allohning oldida. Siz hech qanday u uchun hisob kitob qilmaysiz, balki siz amonatni kofirga ham, mushrikka ham, musulmonga ham bir xil qilasiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir oyat nozil qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sadaqallohul azim. Alloh sizlarni amonatlarni o'z ahliga ado qilishingizga buyuradi degan oyat nozil bo'lgan. Imom Sha'roviy rahimahulloh ushbu oyatni tafsirida o'sha Makka fathida bo'lgan buyuk bir voqeani keltirganlar, sababi nuzuli deb aytganlar. Bilasizlar, hozir Makkani, Ka'bani eshigini kaltini egasi bor. Bu payg'ambarimizdan oldingi davrdan boshlanib kelgan. Payg'ambarimiz davrida Usmon bin Talha degan odamning radhiyallohu anhuning qo'lida bo'lgan u kalit. Hech kimning haqqi bo'lmagan. Shunday qoida bo'lgan. Hozir ham shu qoida davom etadi. Hatto Saudiyaning qiroli ham, podshosi ham Ka'baga kirmoqchi bo'lsa, o'sha sahobaning zurriyotida kimni qo'lda kelayotgan bo'lsa, shunga iltimos qiladi. Eshikni ochib bersangiz, palon bir rahbar kirmoqchi, yo biz tozalagani kirmoqchimiz. Xo'jayinchilik qilishga haqqi yo'q. Mana shu oyat sabab bo'lgan. Payg'ambarimiz Makka fath kuni Usmon bin Talha hali islomga kirmagan. Kalitni berdisa, kaliti bermayman deb bir tepaga chiqib olgan. Chunki hali dinda emas-da, iymonda emas-da. Bergisi kelmayapti kalitni. Hazrat Ali radhiyallohu anhu shundoq keldilarda bir qovoqlarni solib aytdilar-ki, dedilar, sen agar Rasulullohning kimligini bilganingda o'zing yugurib olib kelib berarding dedilarda, shartta qo'ldan tortib oldilar. Ochdilar, payg'ambar alayhisalom Ka'baning ichiga kirdilar, namoz o'qidilar va shu vaqtda shu oyat nozil bo'ldi. Mana hozir o'qiganimiz. Alloh taolo sizlarga amonatlarni o'zini ahliga, egasiga topshirishinglarni buyuradi dedi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Ey Ali, bu kalitni egasi Usmon edi. Tez olib borib berdi, uzr so'radi." Mushrikdan. Hali mushrik u. Hazrat Ali xuddi bir boshqa insonga aylanib qolib, musulmonga qiladigan muomalada kelib, "Ey Usmon" dedi, "Uzr so'rayman sendan" dedi. "Seni norozi qilib kalitingni tortib oldim. Mana o kalitingni oldi" dedi. Usmon radhiyallohu anhu hayratda qoldi. Ular Makkani fath qilgan bo'lsa, endi Makka bularniki bo'lsa, meni qo'limdan kalitni tortib olish tugul meni o'ldirib yuborsa ham bo'lardi. Ali, nimaga mendan uzr so'rayapsan dedi. Chunki oyat nozil bo'ldi. Alloh taolo amonatni o'z ahliga beringlar dedi. Bu seniki. Shu uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam olib borib bergan dedilar. Shu uchun olib keldim dedi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh deb Usmon radhiyallohu anhu o'sha zahot islomga kirganlar. Qanday dinki bu? Mushrikka ham shunaqa muomala qilsa, men sizlarni go'yo hozir dushmaninglarman. Sizlar g'olibsizlar. Qo'lingizda hamma narsa bor. Xohlagan ish qilsanglar bo'ladi, lekin diniylar mushrikka ham shunday muomala qilishi buyurdimi? Bu haq din ekan deb o'sha zahot Usmon radhiyallohu anhu islomga kirganlar. Va payg'ambarimiz aytganlar, bugundan boshlab Usmonning zurriyoti shu kalitga ega. Kimda kim tortib olsa, Allohning ushbu oyatiga xilof ish qilgan bo'ladi, amonatga xiyonat qilgan bo'ladi deb o'sha vaqtda payg'ambar alayhisalom aytib qo'yganlar. Shu uchun hozirgi kungacha Usmon ibn Talha radhiyallohu anhu ning zurriyotlarida o'g'lidan o'g'liga bu meros bo'lib kelayotgan vazifa hisoblanadi. Demak, dinimizda mushrikmi, kofirmi farqi yo'q, amonat bo'lsa ado qilishlik shart bo'ladi.